O'zbekistonda 25-aprel kuni ob-havo qanday bo'ladi? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 25-aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi esa 28-30 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 24-29 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 15-20 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.